senlar bosqinchi yahudiylar zarracha rahmga, shafqatga loyiq emassanlar. Chunki senlar hech kimga rahm qilmaydigan zolim fosiqsanlar. Chunki senlar maymun va tonizlar avlodidansanlar. Biz esa Alloh haqqi ont ichib aytamizki, albatta Aqsoni ozod etamiz va u yerda 2 rakat shukr namozini o'qiymiz inshaalloh. Shuni billaringki, butun Falastinni ozod etamiz. Alloh haqqi, senlarni quvib chiqaramiz bu yerdan. Bu yerda sionistlarning bittasini ham qoldirmaymiz va qolmaydi ham. Bu muborak zaminni faqat muborak qadamlar bosib yurajak inshaalloh.